Nega ajdar mevani hammasini yeb qo'yding? Kim aytdi sizga meni yedi deb? Isbot dalilingiz bormi? Odamlarga ham hayronsan. Ko'rmay bilmay turib tuhmat qilishadi. Shunaqa paytlarda yeshigim kelmay ketadi. Ham meni bilasiz-ku, ajdar mevani yeya olmayman. Unga allergiyam bor. To'g'rimi Saida? Ha, to'ppa-to'g'ri o'tgan safar yeganingda ham yuzing qizarib ketgandi. Og'zi burnini iflos qilib yegandan keyin qizaradi-da. Qara tishlar orasiga donalar kirib yotibdi. Yuzing iflos bo'lib yotishiga qara. Oxirgi marta qachon oynaga qaraganding, a? Agar oynang yo'q bo'lsa, sumkamdan 10 ming ol-da, o'zingga 10 shopdan oyna sotib ol. O'z singlingizni o'g'riga chiqarishga uyalmaysizmi? Nega menga ishonmayapsiz? Yig'lama opa, o'zim senga ishonaman. Xavotir olma opa. O'zim advokatlikka o'qiyman va seni har doim himoya qilaman. Senga hech qachon hech kim tuhmat qila olmaydi.